qilaman buni. Brat noto'g'ri chiqyapti. Mana shunda bor ajratib kelmasam bo'lmaydi. Aralashma. To'xta, brat, senim menga qo'shib turasiz. To'xta, achishim sirib ketadi, to'xtanglar. Nima qilsizlar? Bo'ladigan ish qilinglar. Bo'ldi. Siz kimsiz? Men o'tiruvdim, eshitib keldim. Bo'ldi, aka, boring. Bo'pti. Asab buzma, men o'tir. Qara, men sen aytdim, qaraganim yo'q dedim. Qaramaykan bu siz meni qizni qo'llardan ushlab tashyapsiz. Ajratdimmi? Hozir biz bolani qo'liga deyish shartmi? Ajratdim deyapman, asabimni bizma. Menga qo'lingiz paxsa qilmang, beldan olib tortmadingiz-da. Ho, asabimni bizma deyapman, ajratdim men qizni. Qiz bolaga tegmasdan ham ajratsa bo'ladi, tushundingizmi? Qanaqa qilib, anti ikki tarafni bir sochib. Yaxshi menga. Tushundingizmi? Menga yopishib olajating. Ajratyapman men deyapman senga. Aka, urushmay hozir o'zingiz menga aql o'rgatib ketdingiz, nima qilasiz urishib? Bo'ldi, brat. Temi. O'tir. Hozir yana bor o'sha qizga qarayapsizmi? Qanaqa? Otdi. Sen mayli, tegib nima bor? Va tek ajratish kerakmi? Nima qilish kerak? Brat, to'xta, urishmay, brat. Brat. Sen nima qizim ursa, tushunmi?